transport vositasini quvib o'tib qo'ymasa, ruxsat berilaveradi degan. Uchinchisida, agar quvib o'tilayotgan transport vositasi soatiga 40 km dan kam tezlikda harakatlanayotgan bo'lsa deyapti. Bunda farqi yo'q. Tezlik belgilanmagan, chunki avtomobillar yuk bilan aloqador emas dedik. Xo'p, avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishi ruxsat etiladi? Xo'p, avtomobil bu yengil avtomobil harakatlanishi degan belgi, ya'ni mexanik transport vositalari harakatlana oladi degan. Xo'p, bu belgida yengil avtomobillar harakatlana oladi deyapti. Ya'ni belgi o'ngga chapga taalluqliligini ko'rsatyapti. Demak, siz o'ngga chapga harakatlansangiz bo'ladi deyapti. Birinchi. Endi belgidan tashqariga chiqadigan bo'lsak, yengil avtomobil xohlagan tarafga yursa bo'ladi. Sababi to'g'riga hech qanaqa belgi taqiqlovchi belgi yo'q, orqaga ham asoratda taqiqlovchi belgi yo'q. Demak, barcha yo'nalishda harakatlansangiz bo'ladi. Xo'p, belgilardan qaysi bir ajratuvchi mintaqasi bo'lgan yo'lni harakatlan uchun yopiq qatnov qismini aylanib o'tishni ko'rsatadi. Ajratuvchi mintaqani faqat 5-dagi belgi ko'rsatadi, ya'ni ajratuvchi mintaqa bor degan ma'noda. Shu ajratuvchi mintaqani ko'rsatadi. Birinchidagi belgi ogohlantiruvchi yo'lning torayishi, ikkinchidagi belgi harakat tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi degani 2 bilan 4. Uchinchisi yo'l kengayapti degani bu ham tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi. 5-dagi belgi aytdik. Haydovchilardan qaysi biri yo'lovchilarni tushirish uchun to'g'ri to'xtayapti. Xo'p, haydovchilardan hech qaysi biri maxsus belgilangan yo'nalishdagi transport vositasi emas ekan. Ya'ni hammasi bu belgilarda odam tushirib, odam chiqarish, ya'ni chiziqlarda odam tushirib, odam chiqarishga ruxsat berilmaydi. Endi ya'ni to'xtashga ruxsat berilmaydi. Endi bu holatda birinchi qizil avtomobil sidirg'a chizoda, ya'ni to'xtash taqiqlangan joyda odam tushirib, odam chiqarsa bo'lmaydi, mumkin emas. Ikkinchisi, mototsikl haydovchisi uzuk chizoda odam tushirib, odam chiqarsa bo'laveradi, chunki 10 minutgacha to'xtab, 10 minutdan ortib ketadigan bo'lsa to'xtashda harakatlanishdi kerak. Uchinchisida, yuk avtomobil haydovchisi belgilangan yo'nalishdagi transport vositalarining bekatlarida to'xtayapti. Agar xalaqit bermaydigan bo'lsa, bunda ham odam tushirib, odam chiqarsa ruxsat berilaveradi. Xo'p, to'g'ri to'xtagan haydovchi mototsikl bilan yuk avtomobil ekan. Avtomobilning taniqli belgisi bo'lganda yo'lning mazkur qismida qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Agar avtomobilda taniqli belgi bo'ladigan bo'lsa, yo'ldagi belgi necha tezlikda cheklashdan qat'iy nazar siz avtomobildagi tezlikdan oshirishingiz mumkin emas. Ya'ni yo'lda 90 tezlik cheklangan ko'rsatilyapti, avtomobilda esa 70 tezlik cheklangan ko'rsatilyapti. Siz 70 dan oshirishingiz mumkin emas. Ushbu ko'rsatilgan holatda siz mototsiklga yo'l berishingiz kerakmi? Mototsikl haydovchisi siz yo'lingizga qo'shilmoqchi ekan, demak, siz yo'l berishingiz shart emas. Orqa tomondagi tumanga qarshi chiroqlarni qaysi holatda qo'llash mumkin? Orqa tomondagi tumanga qarshi chiroqlar faqat yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida qo'llaniladi, xolos. Sababi orqadagi tumanga qarshi chiroqlar o'ta yorug' hisoblanadi. Shuning uchun faqat yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida. Ashini tashlab keting. To'siyoq singanda yotkizib qo'yib turib, ikki tomonga oyoq kerib qo'yiladi. Qattiq ulanishli transport vositalari orasida qancha masofa bo'lishi kerak? To'xtash yo'li deb nimaga aytiladi? To'xtash yo'li deb turib, haydovchiga xavf ma'lum bo'lgan paytdan to'xtaguncha bo'lgan masofa to'xtash yo'li hisoblanadi. Ikkinchisi, avtomobil haydovchisiga ma'lum bo'lgan paytdan to'xtaguncha bo'lgan masofa ikkinchisi keltirilyapti. Xo'p, birinchisi avtomobil haydovchiga ma'lum bo'lgan paytdan to'xtash bo'lgan. Bu to'xtash yo'li emas. Yana bitta holat keladi, adashtirib qo'ymaymiz. Tormoz yo'li keladi. Tormoz yo'li degani siz tormoz bosgan paytingizdan boshlanadi. Shu narsaga e'tibor berib qo'ying. Agar tuproq yo'lda bevosita chorra hovlida to'shamali qoplamali yo'l qismi bo'lsa, buni aylanib ahamiyati jihatdan kesib o'tilayotgan yo'l qismi bilan qiladimi? Yo'q, qilmaydi. Ya'ni siz tuproqli yo'ldasiz, chorrahaga yaqinlashib qolganda tuproqli yo'l asfalt qilingan ekan. Asfalt qilingan bo'lsa, bu tenglik bo'lmaydi. Baribir ikkinchi darajali bo'lib qolaveradi. Xo'p, qaysi suratda
haydovchi avtomobilni qoidaga xilof ravishda to'xtab turishga qo'yiladi. Agar yo'l yoqasi mavjud bo'ladigan bo'lsa, yo'l yoqasining ustida to'xtash kerak. Faqat o'ngdagi, eng chetki o'ngdagi haydovchi to'xtab turishga to'g'ri qo'yyapti. Demak, chapdagi bilan o'rtadagi noto'g'ri qo'yilyapti. Qatnov qismida to'xtash mumkin emas. Yo'l yoqasi mavjud bo'ladigan bo'lsa. Haydovchi avtobus harakatlanishida tasma kengligini aniqlashda nimaga hisobga olish kerak? Agar avtobus bo'ladigan bo'lsa, avtobus bilamiz katta transport vositasi, ya'ni katta yuk avtomobil. U yo'nalishida harakatlanayotgan paytda u yoqqa chayqalishini hisobga olinadi. Ya'ni faqat siz o'z harakatlanib ketayotgan yo'nalishda emas, avtobus orqasidagi tirkama chayqalishini ham hisobini olishingiz kerak. Mana kengligi bo'yicha transport vositasining o'lchamlari, shuningdek tirkamaning chayqalishini ham hisobga olinishi kerak. Qaysi transport vositasi haydovchi to'xtab turish qoidasini buzyapti? Belgi односторонний yo'lni ko'rsatyapti. Ya'ni bir tomonlama yo'lda to'xtab turish taqiqlangan belgisi o'rnatilgan. To'xtab turish qoidasi so'ralganligi uchun, demak, ikkala transport vositasi ham qoidani buzyapti. Har bir chiziq uzunligi ular orasidagi masofadan 3 barobar katta, uzuk chiziqni bildiradi. Xo'p, bu chiziq transport vositalarini haydovchilariga uzuk chiziq tugayapti, ya'ni birov bir sadirg'a chiziq yoki birov bir sadirg'a chiziqqa yaqinlashib kelyapti degan ma'noda keladi. Chorraxona 3-bo'lib kesib o'tadi. Chorraxona asosan 3-bo'lib deganligi uchun bizga 1 bilan 2 yo'l, ya'ni asosiy yo'ldan kelayotgan 1 bilan 2, qizil bilan yashil kerak emas. 3-bo'lib asosan yo'l beringdan ko'ra stopdan ko'ra yo'l bering ustunlikka ega. Demak, bundan kelib chiqyapti 3-bo'lib ko'k avtomobil o'tyapti. Bu birinchi o'tadi. Mana ikkinchi o'tadi. Oxirgi bo'lib ko'k o'tadi. Haydovchi o'ng qo'l svetofor yo'lini o'ng qo'l qaysi transport vositasining haydovchi yo'l berishi kerak? Svetoforda asosiy seksiyasidan harakatlanayotganligi uchun qizil avtomobil ustunlikka ega. Tramvay yo'l berishi kerak. Kodistering poyezd ochib qo'yadi. Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiling yukxonasi bortining balandligi. Odam tashish uchun mo'ljallangan yuk avtomobiling yukxonasining bortining balandligi 3 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Ya'ni 1 metr 30 santimetr. Yengil avtomobilning tom qismiga o'rnatilgan yukxonasi yuk tashish, yukning uzunligi va avtomobilning gabaritidan necha metrdan oshmasa tashishga yo'l qo'yiladi. Yuk yengil avtomobilda gabaritidan yarim metrdan o'tib ketmasligi kerak. Balandlik bo'ladigan bo'lsa 1 metr bo'ladi. Balandlikda velosiped qo'shimchasi bo'ladi, ya'ni velosipeddan tashqari degan yozuv bo'ladi. Shuning uchun velosiped qo'shimchasi yo'q ekan, bu yerda faqat 0.5 beriladi, ya'ni yarim metr. Sanab o'tilgan holatlarning qaysi birida transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Foydalanish deyapti. Pnevmatik tormoz yutmasining manometri, ya'ni pnevmatik tormoz yutmasi, ya'ni havo bosimi bilan ishlaydigan tormoz yutmasi, uni manometri ishlamaydigan bo'lsa, transport vositasidan foydalanish mumkin emas. Xo'p, ikkinchisi mototsiklni boshqaruvda efiri nosoz, ya'ni transport vositasi mototsiklni boshqaruvda efiri ishlamayotgan bo'lsa ham mumkin emas. Xo'p, uchinchisi M1 toifadagi transport vositasining rol boshqarmasidagi lift yig'indisi 10 gradusdan ortiq. 10 gradusgacha yo'l qo'yiladi, 10 gradusdan ortib ketadigan bo'lsa mumkin emas. Demak, barcha sanab o'tilgan holatlar. Qaysi transport vositasi qatnov qismining chetida ikki qator qo'yish mumkin? Qatnov qismining chetida ikkita g'ildirakli transport, har qanday transport vositasini ikki qator qo'yishingiz mumkin. Ya'ni to'rtta g'ildiraklidan tashqari barcha transport vositalari, ya'ni ikki g'ildirakli har qanday transport vositasi, moped bo'lishi mumkin, mototsikl, velosiped farqi yo'q. Xo'p, birinchisi kajamali bo'lmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini mana. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bajaradi. Bu yotiq chiziq maxsus transport piyodalar o'tish joyini ko'rsatadi va piyodalar stretka bo'yicha o'tish kerak, ya'ni yo'naltirgichlar bo'yicha qatnov qismida kesib o'tadigan yo'nalishni ko'rsatib qo'yadi. Xo'p, transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak. Xo'p, svetoforda asosiy seksiyasidan kelayotganligiga qaramasdan maxsus transport vositasi ustunlikka ega. Shuning uchun yengil avtomobil yo'l berishi kerak. Bu joyda yengil avtomobil to'xtab turishga yo'l qo'yilgan yo'q, mumkin emas. Birinchidan ko'prikda tayyor ekan, ikkinchidan to'xtab turish taqiqlangan belgisi o'rnatilgan ekan. Shuning uchun mumkin emas.
qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat berilgan. Gay bu holatda turgan bo'lsa, ya'ni tartibga soluvchi bu holatda turgan bo'lsa, chap yelkasidagi transport vositalari barcha yo'nalishga yuraveradi. Chap yelkasidan yashil bilan mototsikl kelyapti ekan. Demak, yengil avtomobil bilan mototsikl barcha yo'nalishga yursa bo'laveradi. Orqasidagi bilan o'ng tomonda transport vositalari to'xtab turishi kerak. Orqasidagi yuk avtomobil to'xtab turadi. Qaysi avtomobil to'xtash qoidasini buzdi? Xo'p, to'xtash taqiqlangan belgisi bilan birga o'rnatilgan belgi, qo'shimcha axborot belgisi, nogiron taniqli belgilar o'rnatilgan transport vositasi mumkin degan, ya'ni nogiron transport vositasi to'xtasa bo'laveradi degani. Bu holatda ikkala transport vositasida ham nogiron taniqli belgisi o'rnatilmagan ekan, demak har ikkalasi ham qoidani buzyapti. Xo'p, chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Asosiy yo'ldan kelayotgan transport vositalari bo'lgani uchun bizga qizil avtomobil kerak emas. Ikkinchi bo'lib so'ralyapti. Birinchi bo'lib o'ng qo'l qoida bo'yicha asosiy yo'ldan ko'k avtomobil kelyapti ekan, demak, ikkinchi bo'lib yashil avtomobil o'tmoqchi.